Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Alloh taologa hamd sanolar, hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salovatu salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, sizlar bilan nurun ala nur Qur'onni o'qib o'rganishlikdagi navbatdagi darsimizni boshlaymiz inshaalloh. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying hamda bitta like bosib videoni tarqalishligiga hissangizni qo'shib keting deya darsimizni boshlaymiz inshaalloh. Kelgan Ramazon oyi hammangizga qutlik muborak bo'lsin hamda Ramazon oyida gunohlardan poklangan holatlarda chiqishimizni Alloh taolo nasib etsin. Ramazon oyi Qur'on nozil bo'lgan oy. Ramazon oyi gunohlardan poklanib hamda jahannamdan qutulib chiqadigan oy. Alloh taolo hammamizni gunohlarimizni kechirsin hamda jahannam azobidan saqlasin. Firdavs jannatlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga qo'shni qilsin. Bismillahirrohmanirrohim darsimizni boshlaymiz inshaalloh. Bugungi darsimiz mad cho'zish. Mad cho'zib o'qish demakdir. Quyidagi misollarda alif, vov hamda yo harflari ustiga mad belgisi qo'yilgan. Ular 4 harakat miqdorida cho'zib o'qiladi. Bu mad harfi cho'zishni bildiradigan, ya'ni cho'zib o'qishni bildiradigan. U 4 harakat miqdorida cho'ziladigan. Xo'p, mana bu joyda sa. Xo'p, 4 alif miqdorida cho'zishimiz kerak ekan. 4 harakat, buni qanday qilib bilamiz? 4 harakat cho'zganimiz. Xo'p, qo'limiz bilan sanashimiz kerak bo'ladi. Sa, ya'ni 4 barmog'imiz sa ochilguncha cho'zamiz. Sha, keyingisi sha. Buni 6 alif harakat miqdorida cho'zsak ham bo'ladi. Eng kami 4 alif miqdorida cho'zish bu vojib bo'ladi. Jaa. Ulaika. Haula'i. Sawa'un. Sa'il. A harfi mana bu joyda cho'zilayotgan. Bu harfni cho'zish uchun og'zimizni katta qilib ochishimiz kerak, ya'ni mo'ringa o'tib ketmaslik kerak, ya'ni dimoq bilan o'qimasligimiz kerak. Xo'p, dimoq bilan o'qiyotganimizni qanday bilamiz? Murnimizni bekitganimizda a harfi tiniq chiqishi kerak. Mana buni hozir men murnimni bekitib o'qib beraman. Ya ayyuha Israil Jabrail Mikail Si'a Ji'a Si'at Su'a Bu'a. Xo'p, keyin darsimizga o'tamiz inshaalloh. Bu joyda qoidasi juda ko'p ekan, to'g'risi buni tushuntirgandan ko'ra hozir o'zim og'zaki misollar bilan tushuntirib beraman inshaalloh. Xo'p, bu yerda idg'om deyapti.
idg'om ikki xil idg'om bor ekan. G'unnali idg'om, g'unnasiz idg'om bor ekan. Xo'p, mana bu joyda vov harflariga, ya harflariga tanvin yoki sukunli nun yo'liqqanda uni ichiga kirgizib o'qiladi debdi. Xo'p, hozir mana bu joyda mana min miwaliyin miwaliyin mana bu joyda sukun kelyapti nun harfida. Vov harfida tashdid bo'lmasa ham vov harfiga o'tib vov harfi ikkita bo'lib o'qilib ketilyapti. Bo'lmasa mana bu joyda mana va man ya'mal mana bu joyda va man ya'mal ya harfida hech qanday tashdid yo'q. Ikkita qiladigan tashdid belgisi yo'q. Shuning uchun sukun kelganda, sukunli nun kelganda ya harfi ikkita bo'lib ketyapti. Keyin mana bu joyda yana e'tibor beradigan joyimiz xoyroyroh tanvin kelganda, an in un kelganda, ya harfiga yo'liqqanda, vav harfiga yo'liqqanda, ya harfida tashdid bo'lmasa ham ya harfi ikkita qilib o'qilib ketadigan. Xoyroyroh xoyroyroh. Xo'p, birodarlar, mana bu joyda Zalzala surasining 6-oyatida mana bu joyda tanvin kelyapti. Hozir shu tanvinni ya harfiga o'tkazib o'qiymiz inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Yawmaidhin yasdurun nasu yawmaidhin yasdurun nasu. Xo'p, ya harfida hech qanday tashdid yo'q, ya'ni ikkita qiladigan belgi yo'q. Lekin haligi qoidada aytayaptiki, ya harfiga tanvin yo'liqqanda, ya harfiga vav harfiga tanvin yo'liqqanda, sukunli nun yo'liqqanda ikkita qilib o'qiladi deyapti. Ya'ni ya harfi bilan vav harfini ikkita qilib o'qiymiz degan. Bitta inlamas an, un, in uchalasi ham yo'liqsa, ya harfiga vav harfiga ikkita qilib o'qib ketishimiz kerak bo'ladi ekan. Xo'p, hozir vav harfiga misol ko'rsataman. Xo'p do'stlar, mana bu joyda Balad surasida 4-oyatida, 3-oyatida va validin va ma valada. Mana bu joyda vovda tashdid yo'q, lekin tanvin harflari vav harfiga yo'liqqanda va validin va ma valada deb vav harfiga g'unna qilib o'qib ketamiz ekan. Xo'p, keyingi darsimiz do'stlar iqlob. Sukunli nun yoki tanvinning nuni b harfiga yo'liqsa, nunni mimga almashtirib dimoq bilan o'qish iqlob deyiladi. Min ba'di min ba'di min ba'di min ba'di sami'un basir sami'un basir. Xo'p, keyingi darsimiz quyidagi so'zlarda Alloh lafzi bilan alif qo'shib o'qiladi debdi. Abdulloh Abdulloh Ubaydulloh Ubaydulloh Fadlulloh Fadlulloh Faydulloh Faydulloh Khayrulloh Khayrulloh Nasrulloh Nasrulloh. Rahmatulloh Rahmatulloh Zinatulloh Zinatulloh Ni'matulloh Ni'matulloh
izzatulloh, izzatulloh. Yana shu narsaga e'tibor berishimiz kerakki, Alloh lafzidagi kalima yo'g'onroq o'qiladi. Alloh. Lutfulloh, lutfulloh. Inayatulloh, inayatulloh. Hidayatulloh, hidayatulloh. Atiyatulloh, atiyatulloh. Xo'p, keyingi darsimiz do'stlar, Qur'oni Karimda ayrim suralar quyidagi so'zlar bilan boshlanadi. Bu so'zlar Qur'oni Karimdagi tarjimasi yo'q. So'zlar buni tarjimasini faqatgina Alloh taolo o'zigina biladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alif lam mim. Mana bu joyda ko'ryapsiz, alif, lom, mim. Birla harf turibdi, lekin o'qilishda juda ko'p harflarni chiqaryapti. Ostida yozib qo'ygan alif lam mim. O'qilish tartibi shu tarzda o'qiladi. Alif lam mim sad. Alif lam mim sad. Alif lam ra. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Kaf ha ya ayn sad. Kaf ha ya ayn sad. Taha, taha. Tasim mim. Tasim mim. Tasin, tasin. Yasin, yasin. Sad, sad. Hamim, hamim. Hamim ayn sin qaf. Hamim ayn sin qaf. Qaf, qaf. Nun, nun. Xo'p do'stlar, bugungi darsimiz shular inshaalloh. Sizlar bilan nurni ala nur Qur'on o'qishlikdagi darsimizni yakunlaymiz inshaalloh. Bu Qur'on harflarini o'rganishimizdagi eng oxirgi darsimiz. Bundan keyin islom dinidagi kalimalarni hamda Qur'on Karimdagi Fotiha suralarini, mayda suralarini o'rganamiz inshaalloh. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying darslarni ko'rish uchun. Alloh taolo o'zi bizlarga manfaatli ilm bersin hamda zehnlarimizni ochsin. Ramazon oyida Qur'onni ko'p xatm qilishlikni hamda Qur'onni o'rganishlikni bizlarga oson qilsin.